Anu gap bor-ku, xunajin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi deb juda ham ko'pchilik gapirishadi-ku. Men bashi gap rosa yomon ko'raman. Nima uchunligini mana shu videoda isbotlayman, nimaga yomon ko'rishimni. Hozir qarab turinglar. Xullas, biz uyda nima qilamiz? It boqamiz. Bu itimni ovqati, hozir qarab turinglar. Itvachamiz ovqati. Itvachamiz bu dunyodagi eng ochopat itlardan bittasi. Ovqat. Men xunajimman. Itvachamiz buqa. Men buqamizga ko'zimni suzaman, ya'ni ovqatini beraman. Qani, yermikan. Mana buqa. Mana. Itvachamiz ovqati. Mana. Ipingni uzmaysanmi? Ye. Mana ekan men ko'zimni suzsam, buqamiz ipini uzmayapti. Itvacham bu dunyodagi eng ochopat it yemayapti. Nima uchun? Chunki nafsini tiyapti. Buqalar ham tarbiyali, nafsini tiyadigan bo'lsa, ipini uzmaydi. Xunajin ko'zini suzgani bilan. O'shaning uchun men bu gapni yomon ko'raman. Agar tarbiyali buqa bo'lsa, ipini uzmaydi. Shuning uchun xunajin ko'zini suzsa, buqa ipini uzadi degan gapni yig'ishtiringlar. Hattoki biz itvachamiz ham ipini uzmayapti. O'zini yaxshi ko'radigan ovqatini yonida. Buqalarga jo'natib qo'yamiz.